Gapirib o'tirlar endi. Qattiq gapiringlar. Dadalarga borib Dilbar. Doyog'ida valla el yurtimiz tinch bo'lsin. Qo'shni mahalla ko'ri, bola chaqamiz. Jumladan qatorida sog' salomatligini bersin. Mana bu bizni olib borsin Xudo xohlasa hojiga. Boburjon bitta she'r aytdi, Boburga she'r aytdi. Bitta she'r aytib qo'yaman. Assalomu alaykum. Keltirish. O'ziga bejihotim O'zbekiston diyorim o'zgalikdan O stolga chiqarib qo'yaymi? Yo'q. Qattiq ayt. Qattiq. Assalomu alaykum. O'ziga bejihotim O'zbekiston diyorim Aytor. Assalomu Boshqasini aytib qo'ying. Baba yong'oq. Baba yong'oq ichilib yoqib qolalaydi. Baland. Zo'r bo'ladi bu. Hamisha Assalom aziz do'stlar, xalqimiz odatcha keksimdadir o'ng qo'lim mushoira boshlamoqda. Hokim sal tezroq chiqmasin. Tushmay qolasan. O'yashkalar urishda. Arqarini yurishda. Dona aytor. Bu yog'ini ayasiz ayting-da. Aqlli ko'rib. Bolalar chiqaman. Yashasın. Galar urishda. Arqarini yurishda. Dona aytor. Bu yog'ini ayasiz ayting-da. Aqlli ko'rib. Bolalar chiqaman. Yashasın. Belgasiz qolmasa. Aytadi, asl shu. Vaqatga. Aslida aytdi. Aka aslida. Siz ham aytingchi? Ayting. Gapiringlar. Sen borasan, bizni martabamizni oshiryapsan. Endi mana Qattiq. quloq solib ko'ring, onam qiz kelsin. Mana Makka munavvaraga borib qaytdik. O'g'il, kelin, qizlardan rahmat. Sizlar borligi uchun bordik. Yaxshi ibodatlar qildik. Yetti. Biznikiganmi? 10 kun Makka harom masjidida bo'ldik. Bu yerda duo tadbirlar bo'ldi. Qo'l qo'shni, qavm-qarindosh hammalaringizga. Mana Islom tog'am, mana ko'p bu yerda o'tganlarga qur'onlar bo'ldi. Rahmat. Ota-onalarga, avlod ajdodlarimizga, el yurtimizga qattiq yaxshi duolar qildik. Muzdalifaga bordik. Muzdalifada mana bir kecha yotib, ertamagacha uxlamay ibodat, duoda bo'ldik. Marifat tog'iga bordik. Mana bu tog'larda ayyom, ya'ni butun qavmlar urushlarga kirgan yerlarni ko'rdik. Juda katta janglar bo'lgan ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni sahoba ikromlar bilan jang qilgan yerlarni ko'rdik, ziyorat qildik. Minoga bordik. Mino shahrida mana 3 kun yotib, chodirlarda qaytanga tosh otdik.
Buni bajargandan keyin yana umraga qaytib keldik. Masjidi Haromga qaytib umra qildik. Umrani qilib bo'lgandan keyin 7 kun Oysha onamizni masjididan qatlab 7 kun 7 kun umra qildim men. Buni Alloh biladi. Undan o'tib Mina Madina shahriga bordik. U yerda Masjidi Nabuvvat, ya'ni payg'ambarimiz o'zi solgan masjidga kirdik. Uzunligi 750 metr, eni 500 metr ekan. Hamma yoq tillodan qilingan, gilomlar solingan. Bu gilomlarni Eron podshosi beribdi. Bir yana yangiliklar bor. Mana prezidentimizga, rahbarlarimizga rahmat. Bir juda katta ulug'vorlar bo'lib 130 million pul qaytarildi. Uni olamiz xudo xolasa. Yana ulug'vorlar bor. Mana bizning respublika o'sha yerda birinchilikda olib turibdi. Biz O'zbekistondan borgan hojirlarga dokument berildi. Rahmat. Qo'shoqlarga davlatimiz. Shu yerdan bütün hojirlar dokument o'zini anaqa nima deydi? Guvohnomasini oladi. Bundan keyin borganlar, keyin borganlar. Endi shunday qilib sog' salomat 22 deganda mana Toshkentga keldik, samolyotga o'tirib, Toshkentdan kechasi Andijonga keldik. Andijonda soat 4:30da Asakaga o'tdik. Mana rayon masjid rahbarlariga rahmat, soat 4:30da 5larda shunday stolni yasab qo'ygan ovqatlarni qo'yib. Yerdan duoy tadbir bo'ldi. Bütün rayon xalqiga, masjid robotchilariga, direktorlariga, katakanlarga, shahar hokimi O'rta Eminovning o'g'li mana bu kishiga katta duolar bo'ldi. O'zimizda hokim mana Tilovoldi Yoqubovga duolar bo'ldi. Martabasi baland bo'lsin deb bütün hojlar duo qildi. Hojlarning duosi birda yozadiki, bir kitoblarda 40 kun ijobat bo'ladi. Ikkinchi kitoblarda 6 oygacha degan yeri bor. Shuning uchun endi bizni xo'jalikda mana yoshlar o'tiribdi. Buni buyog'i hojlarning xonadonda ibrat bo'lish kerak. Nima ibrat bo'ladi? Namoz o'qiysizlar, ibodat qilasizlar Xudo xolasa, endi bo'ldi endi. Uni buyog'i bizni xonadondan namozxon, ahli solih farzandlar chiqish kerak. Meni kechagi kunduz tilagim shu. Imonimiz bilan qilsin Xudoyim. Shunchaki ko'rishdik, xursand bo'ldik. Bola chaqani jonli. Oxiratni 5-chi Allohning farzini qilib keldi yerni. Omonat Alloh xolasa, aytganingiz kelsin. O'g'illarga, kelinlarga iltimosimiz buni buyog'i qizlarga namoz o'qishni o'rganib, bizni xonadonda, avlodlarda yaxshi farzandlar chiqishini Allohdan tilab qolamiz. Ya amin. Xudoyog'ida el yurtga halak. Xudoyog'ida kerim mana hozir zafarlarga tinchlik xotirjamligini bersin. mahalla ko'p. Shu Adam Allohga ham baxt qonlarini bersin. Bola chaqasiga bosh bo'lsin, qo'sha qarisin. arvohlari Kelinimni ham imonini bersin. Qolgan avlodlarga Alloh taolo topib hidoyat bersin. Bunday mo'minlarga bergan xatolarni Qanjallari sog' bo'lsin. Shu bolalarni ham Kelinlik bo'lsin, kuyovlik bo'lsin. yaxshi ibodatga o'zini yaxshi namoz Mehnatlari rohat bo'lsin. Hamisha topganiga baraka fayz bersin. Xudoyo Xudomondoy Karim umrlaringizga baraka bersin. Kelinlarga ham umrlariga baraka bersin. Nevarlarga ham rizqlariga barakot bersin. Hammalarimizni umrlariga barakot bersin. Alloh taolo buni buyog'i yaxshi ibodat qiladigan, yaxshi solih farzandlar tarbiyalaydi. Hammalarni hojat Xudomondoy Karim rayon rahbarlariga, mana butun o'tgan respublika rahbarlariga rahmat. Bizni oborishda juda qattiq yaxshi sharoitlarni yaratib berdi. Alloh taolo hammalarning umriga barakot Martabasini baland qilsin. Prezidentimiz ham umrlari sizlarga barakot bersin, Xudoyo insof bersin. Bundan ham buni buyog'i yengillik qilsin xalqqa. Hojiga ko'proq boradigan ishlarni qilsin Xudoyo Xudoyo. Davlatimiz tinch bo'lsin. Mahalla ko'yimiz tinch bo'lsin. El yurt mahalla ko'ylar yoshlarga insof bersin, umr bersin. Xudoyo Xudoyo Karim qalblarga iymon bergin, yaxshi yo'llarga boshlasin Parvardigori olam biz sendan tilaymiz. Bütün mahallamizda qo'l qo'yni urug'larimiz bilan
Allah o'zini hidoyatiga boshlaydigan Aka Ahmad. Robbana taqabbal minna va antas samiul alim. Robbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Topganinga baraka Endi bersin. xatmi Qur'on qilaylar. Sen naqmaysan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدحمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شهد o'tgan g'arib Parvardigor avvalo odam safiyulloh ruhul nabiyulloh Ibrohim xalilulloh Muso karimulloh Iso ruhulloh xususan Muhammad sallallohu alayhi vasallam arvolari haqida to'rt choriyonlar imom Hasan buvalarimizni Fatima Zahro Oysha Siddiqa roziyallohu anhalarimiz arvolari haqida qolaversa jamiki payg'ambar orqasida o'tgan sahoba ikromlar avliyo valilarning arvolari haqida ota-onalarimiz avlodlar bu xonanda musofir mudofir g'aribi ulamo go'daklarni shahidalar arvolari haqida ham billah tilovat va iloha parvardigor el-yurt mahalla ko'ylarimiz orqasida Qur'on o'qigan befarzandimiz bor arvolarni haqida ham billah Oqchangal otamizni arvoni, Karason otamizni arvoni, Go'zal otalarimiz arvoni haqida ham billah tilovat qilib Alloh jamiki o'tgan qo'li qo'shni qom-qondan urug'larimiz ichida islom davomida arvoni, muloqot davomida arvolari haqida Parvardigor olam jamiki mahallamizda o'tgan butun umidvor arvoni haqida billah tilovat qilib iloha Parvardigor o'tganlar joylarni jannatdan qilgin. Qolganlarga tezliklar barqaror aylang. Allohumma maghfirli va li validay va lis-sodiya va jami'al mu'minina val mu'minat val muslimat bi rahmatika ya Allah. Xudoyo bola chaqaga quvvat bersin. Rahmat. Mana o'g'limga Yana manda boshnaman biz Anjoning sog' bo'lsin. Boshna. Keliniga iymonini bersin. Tog'amir u yoqqa qaranglar. Kep oldu farzandlar. Oyda kimda? Bobur yaxshi o'tir. Qo'ying to'g'ri. Ikki turib o'tir. Ha, zo'r o'tirding yana. Kulib o'tir. Ahmad aka qara. Dadasiga qarang. Dilay ikkovini birlashib qo'yasa. Ahmad akani oldida turib o'tirdi. Qatirib qo'yadi. Bittasi borib olay. Qani, yaxshilar.